baribir qanaqadir badsiz hodisalarga uchrash holatlari bor. Fuqarolarimizga o'z vaqtida ma'lumot, xabar yetkazish imkoniyati bo'ladi. Konsuliy muassasalarimiz uchun ham bizni fuqarolarimizni manfaatlarini himoya qilish, ularga qiyin ahvolda, qiyin vaziyatga tushib qolganda kerakli yordamni berishi uchun konsuliy hisobga turishi, bizni fuqarolarimizni turishi albatta bir qancha afzalliklar beradi, imtiyozlar beradi. Birinchidan, demak, baribir hozir mana hamma biladi, ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki ommaviy axborot vositalari orqali ma'lumotlar tarqab boryapti. Xorijda bo'lib turgan fuqarolarimiz orasida baribir qanaqadir badsiz hodisalarga uchrash holatlari bor yoki yo'l transport hodisalariga uchrashlari bor. Kasal bo'lib qolishi bor, vafot etish holatlari uchrab turibdi. Shunaqa vaziyatlarda biz shu fuqarolarimizni yaqin qarindoshlari bilan bog'lanish imkoniyati mavjud bo'ladi. Agarki u fuqaro konsuliy muassasada shu hisobga turib o'zi haqidagi ma'lumotlarni bergan bo'lsa, yaqin qarindoshlari yoki yaqin odamlarini kontaktlarini, shu ekstreniy deydi, shunaqa vaziyatda, favqulodda vaziyatlar bo'lganda bog'lanish uchun ma'lumotlari bor bo'lsa, elchixona uni birpasda qiladi. Ikkinchisi, hozirgi dunyoda yuzaga kelayotgan geosiyosiy vaziyatlardan kelib chiqib, ularni inobatga olib, hozir dunyoning har xil mintaqalarida harbiy harakatlar olib borilayotganligi yoki bir qanaqadir favqulodda vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin, epidemiya tarqalishi mumkin. Shunga o'xshagan vaziyatlarda biz konsuliy muassasa okrugida, uni hududida bo'lib turgan fuqarolarimizga o'z vaqtida ma'lumot, xabar yetkazish imkoniyati bo'ladi. Biror bir davlatlarda harbiy qanaqadir harakatlar amalga oshirilishi ma'lumoti tushishi bilan, masalan, o'sha hududda bo'lib turgan bizni fuqarolarni evakuatsiya qilish zarurati tug'ilib qolishi mumkin. Shu evakuatsiyani ham to'g'ri tashkillashtirish uchun, fuqarolar qolib ketmasligi uchun nechta favqulodda vaziyatlar vazirligini nechta charter reyslarini tashkillashtirish uchun albatta bizda shu hududda bo'lib turgan bizni fuqarolarimiz haqida ma'lumot, ularning soni haqidagi ma'lumot juda muhim ahamiyatga ega. Uchinchi afzalliklari, O'zbekiston hududida bo'ladigan, o'tkaziladigan saylovlarda, referendumlarda bizni fuqarolarimizni xorijiy davlatda qayerda bo'lib turishidan qat'iy nazar faol ishtirok etishini ta'minlash imkoniyatini beradi. Shulardan kelib chiqib, albatta bizni fuqarolarimizga, xorijga chiqayotgan fuqarolarimizga shu borgan davlatidagi o'zimizni elchixona yoki konsuliy muassasamizga murojaat qilib, ularni qoshida ro'yxatga o'tib qolishlarini tavsiya etardim.